O'rmon jim edi. Juda ham jim. Kamron shu jimlikdan qo'rqardi. Chunki jimlik biror narsa tinglayotganini bildirardi. U chodirda yolg'iz o'tirardi. Telefonida aloqa yo'q. Soat ishlamay qolgan. Olov ham sekin-asta so'nayotgandi. Ammo eng yomoni u o'z fikrlaridan qocha olmasdi. Negadir boshidan bitta savol ketmasdi. Agar ayiq yaqin bo'lsa, nega hali ovoz chiqarmadi? Odatda hayvonlar shovqin qiladi. Shox sinadi, barg qimirlaydi, nafas eshitiladi. Bu safar hech narsa. Kamron qulog'ini tikdi. Shunda u o'z yurak urishini eshitdi. Juda baland. Go'yo kimdir qulog'iga pichirlardi. U seni eshitayapti. U kulib yubordi. Asabiy kulgi. O'zini tinchlantirmoqchi bo'ldi. Bu faqat tasavvur, dedi u baland ovozda. Ammo ovozi o'rmonga singib ketdi. Javob qaytmadi. Shunda u hidni sezdi. Qon hidi emas. Hayvon hidi ham emas. Bu nam, issiq, tirik hid edi. Go'yo kimdir juda yaqin, lekin ko'rinmay turardi. Kamron asta-sekin chodir fermuarini ochdi. Tashqarida hech kim yo'q edi, lekin yerda katta panja izlari bor edi. Juda yaqin, juda yangi. Go'yo ayiq shu yerda to'xtab, kutib turgandek. Kamronning miyasi bunga chiday olmadi. U ichidan o'yladi. Agar u hujum qilmagan bo'lsa, demak u tomosha qilyapti. Shu payt chodir ortidan nafas ovozi eshitildi. Sekin, sokin, sabr bilan. Bu och hayvon nafasi emas edi. Bu o'rganib qolgan, kutishni biladigan nafas edi. Kamron qimirlamadi. Hatto nafas ham olmadi. 1 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqa. Ayiq hujum qilmadi. U shunchaki turdi. Kamronning miyasi parchalanayotgandek edi. U ko'zlarini yumdi va shunda eng yomoni bo'ldi. Ayiq nafas olishni to'xtatdi. Bu shuni anglatardiki, u endi yashirinishga hojat yo'q deb hisoblagan. Ertalab ovchilar faqat bo'sh chodirni topishdi. Ichkarida qon yo'q